Qoraxoniylar sulolasidan bo'lgan Arslonxon buyrug'i bilan usta Shamsiddin ibn Abu al-Fazl tomonidan Buxoroy sharifdagi Minora-i Kalon 1127-yil qisqa muddat davomida jome masjidi bilan birga bunyod etildi. 1220-yil Chingizxon Buxoroni bosib oladi, lekin Chingizxon minoraning go'zalligidan hayratga tushib, uni buzdirmaydi. 1500-yil esa Shayboniylar davrida Buxoro diniy markazga aylantirildi. 1920-yilda minora qisman yemiriladi, ta'mirtalab ahvolga kelib qoladi. 1944-yil esa Sovet harbiy samolyotlari minoraga urilib, uni shikastlaydi. Minora 900 yildan buyon Buxoroning timsoli sifatida yashamoqda. Bugungi kunda Minora-i Kalon O'zbekiston tarixidagi eng qadimiy me'moriy obidalardan biridir.